Abu Ali ibn Sino bobomiz. Ibn Sino ilmiy faoliyatini 16 yoshida boshlagan bo'lib, umri davomida 450 dan ortiq asar yozganlar. Tibb qonunlari deb nomlangan asarlari bilan tibbiyot taraqqiyotining asosiy yo'nalishlarini belgilab berganlar. Ushbu asar 50 ta tilga tarjima qilingan. Hakim bobomiz asarlari Yevropada 12-asrdayoq lotin tiliga tarjima qilingan. Tibb qonunlari asari esa ushbu tilda 30 marta nashr qilingan. Mazkur asar G'arbning yetakchi universitetlarida qariyb 500 yildan buyon o'qitilmoqda. Yevropada Avicenna nomi bilan mashhur bo'lgan allomaning ushbu kitobida o'simliklardan tayyorlangan 760 ta dorining xususiyati bayon qilingan. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Francis Bacon va boshqa ko'plab olimlar bobomizning asarlarini o'qib hayratda qolganlar. Ibn Sino bobomiz tabobatni nazm bilan izohlovchi Urjuza nomli asar yozganlar. Arab tilida noyob she'riy vaznda yozilgan ushbu asarga hatto arablar ham tasanno aytganlar. Hakim bobomiz viruslarga qarshi kurashish amaliyotini ilk bor qo'llaganlar. Ibn Sino bobomizning badan tarbiya bilan mashg'ul bo'linsa, hech qanday dori-darmonga zarurat qolmaydi. Buning uchun muayyan bir tartibga rioya qilmoq shart degan hikmati har bir inson salomatligi uchun muhimdir.